Alo, 5 yildan beri mana shu akadan narsa olaman. Men O'rtoqlar mana yukni bombasi ketyapti o'rtoqlar, yukni bombasi zo'r ketyapti, Xitoy qishlog'iga ketyapti. Mana shu akani o'zlari olib ketyaptilar, o'zlarining uylariga. Aka sifatlar qanday ekan taqdan sifatga gap yo'q. Alo, 5 yildan beri mana shu akadan narsa olaman. Mana ko'rganlar, mana qolganlarni otdik. Materiallarga gap yo'q, sifati zo'r. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Pastda nomerlar qoldiradi aka. Bemalol murojaat qilib, olib rahmat deysizlar. Boringlarga shukr. Mayli, sizga ham kattakon rahmat. O'rtoqlar mana 100 ta shipir qilib berdik bu kishi o'rtoqlar. Qo'sa chek shipirlardan 53 ming so'mdan qilib berganmiz donasini. Qo'sa chek shipirlar 100 dona, keyin o'rtoqlar mana garbillardan 550 dona, 3500 so'mdan qilib berganmiz donasini o'rtoqlar. Keyin 4,5 metrli balolardan 140 ming so'mdan chiqadi donasi, 35 ta qilib berilgan. Xo'p, keyin mana bu ungon bruslar progonga qilib berilgan o'rtoqlar, 240 ming so'mdan chiqadi, chista ungon o'rtoqlar. Keyin rekelar chista tutga 8 mingdan qilib berganmiz metrni. Keyin xo'p o'rtoqlar murlar taxtalar arzon qilib berganmiz 100 ming so'mdan 10 turliklarda arzonroq qilib berganmiz. Burilganroqni o'rtoqlar. Keyin 10lik demobteli 55 ming so'mdan chiqadi donasi. Keyin turbalar, keyin mana rossiyskiy sliflar hammasi ideal. Xitoy qishlog'iga ketyapti. Profillarda ham hammasini bitta qilib mana mashina hammasini chotka qilib, bitta shuncha narsani bitta qilib ortib ketyapti o'rtoqlar. Sifatlar zo'r ko'rasizlar o'rtoqlar. Shopir akaga ham kattakon rahmat Shopir aka, Bunoz aka. Bunoz aka ayni shaharliklar taniydi. Hamma narsani chiroyli qilib ortib, bog'lab olib borib tashlayaptilar. Sifatlar zo'r o'rtoqlar. Videoga like bosib, obuna bo'lib, qurish qilmoqchi bo'lgan tanishlarga o'rib ko'rasizlar. Aka, Ustobon o'zingiz gapirasiz, nari gapirmalar. Ustobon ham ikki og'iz. Materialga gap yo'q. Hammaga tavsiya qilamiz. Materialga kelib, bemalol olib ketsa bo'ladi. Aksiyalari ham bor ekan bu yerga. Ustobon sizga ham rahmat kattakon. Sog' bo'ling, yaxshi qoqingizlar, charchamang aka. Siz ham uylarga yaxshi e'tibor uchun like bosish esdan chiqmasin.